Bugun qanaqa kunligini bilasizlarmi? Bugun 26-dekabr. Meni eng sevimli seriallarimdan biri Stranger Things oxirgi qismlari chiqdi. Maza qilib serialimni ko'rishim uchun menga snacklar kerak bo'ladi. Shuning uchun sizlar bilan hozir snacklar olishga birga magazinga boramiz. Stranger Things serialini menga kimdir tavsiya qilmagan, shunchaki o'zim ChatGPT dan men ingliz tilini o'rganmoqchiman yaxshilab. Shunga menga serial taklif qilgan deb so'raganimda menga Stranger Things taklif qilgan. ChatGPT ga katta rahmat lekin. Sizlarni yoqtirgan karakteringlar qaysi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Meni urishmanglar. Meni yaxshi ko'rgan karakterim bu Henry Wagner 001. Hammasiga turadi. Koreyan magazinlarda halol pechenyelarni ko'rib qoldim. Juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki sekin-sekin Koreyada ham halol narsalar ko'payyapti. Aynan mana shu brendda narsalari halol ekan. Keyin yana yegim kelib qolganda chiqib o'tirmaslik uchun ko'p oldim. Qaysidir videoyimni kommentariyasiga yozishgan, sotuvchisiz magazin qanaqa bo'ladi? Odamlar o'g'irlab ketmaydimi deb yozishgan. Hamma yoqda kamera bor. Agar o'g'irlab ketsanglar, sizlarni militsiya quvlaydi. Keyingi videoda sizlar bilan Stranger Things magaziniga boramiz. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying.